Bugün sizlerge sözlep ko'rgan dersimiz ailede jangal kebap pişirish. Bunun keterlik materiallar ailemizdekilerning jon soniga asosan muvofiq miqdorda go'sht, muvofiq miqdorda tuz, piyoz. Bunun ishlash bosqichiga kelsak, shu qovurg'i go'sht bo'lsa eng yaxshi, xonimlar. Mush go'shtimizni o'zimizning ehtiyojiga asosan cho'ng kichikligini o'zimiz xohlagancha parchalab tayyor qilib olamiz. Mana xonimlar, go'shtimizni men shunda cho'nliqda qilib parchalab oldim. Buning ustiga hamda shu piyozimizni pichoqroq to'g'rab, buning to'piga selib, andan keyin tuzimizdan az miqdorda bekchiq selib etsak, go'shtni qattirib yutadi. Selib buningga suv qo'yib, birdan tamlantiramiz. Mana go'shtimiz chilashqidek suv qo'yib, piyozningki ta'mi chiqquncha 10 minut atrofida chilab qo'ysak bo'ldi, xonimlar. Mana xonimlar, listimizga alyumin qog'oz qo'yib oldim. Bo'lmasa go'shtninki moylari chiqib, sho'rplari chiqib, listni beklamkin bezab qilib Shunga bo'lsa sizlar alyumin qog'oz qo'ysanglar bo'ldi. Mishda tizib buni shu eliqi sug'chilgan piyozimizni yana tepiga chechib oldim. Xushbiroq mezlik pishidi. Endi buni duxovkaga selib 1 soat atrofida pishirsak bo'ldi. Endi pishib chiqqanining oldini ko'raylik. Mana xonimlar, kabobimizning pishib tayyor bo'ldi. Endi biz mishni listi to'g'izib lamkin tuzlab olamiz. Men tuzimni suvchilab bunda eritib oldim. Mishni to'piga chechib, tamlantiramiz endi. Mana kabobimizni taqsiga elib tayyor qilib oldik. Buning ustiga piyoz chechib qo'ydim. Piyoz bilan yesanglar, qon besim balaga ziyon qilmaydi. Bu jangal kabob bo'lg'achqa hech qanday tam xurishlar qo'shmadim, xonimlar. Agar sizlar unda qilishni yaxshi ko'rmayman, men darman silib yetdim desanglar, to'piga sir chechib yoki loza unini chechib yesanglar bo'ldi. Bu jangal kabob bo'lg'achqa buningga aslida hech qanday tam xurishlar qo'shmaymiz. Tuzdan bilak. O'zinglarningki iste'mol ehtiyojiga asosan yaslan. Hamsa darsimiz tamom.